Sport boshqarmasiga kecha oqshom telefon qilyapman. Nimaga suzish havzasi ishlamayapti? Desam, ishlayapti deydi. Qani Bo'ronov marhamat. Ishlayotgan ekanmi? Yo'q, ishlamayotgan. Bu sharoit bormi? Sen odamlaring natija qilishga. Davlat sharoit qilib beryaptimi yoki bergan yo'q? Yekinoqda tuman shahar sport maktablarida hammasi sharoit bor. Sharoit bor bo'lsa, natija qani? Havosda natija qani? Guliston shahrida natija qani? Qani? Sharoit bor, natija yo'q. Demak, muammo binoda emas, balki muammo rahbarda va rahbarning ish uslubida. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov raisligida sport ta'lim muassasalarida murabbiylar faoliyati, mashg'ulotlar sifati va seleksiya ishlari holati yuzasidan o'tkazilgan yig'ilish tanqidiy tahliliy ruhda o'tdi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, so'nggi yillarda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, yoshlarni sportga jalb etish borasida davlat tomonidan keng imkoniyatlar yaratilganiga qaramasdan, joylarda bu imkoniyatlardan samarali foydalanilmayapti. Ayniqsa sport maktablarida qamrov, mashg'ulot sifati va natijadorlik o'rtasida jiddiy nomutanosiblik mavjud. Tahlillarga ko'ra, 2025 yil yakunida sport maktablarida shug'ullanuvchilar soni keskin kamaygan. Jumladan Guliston shahar sport maktabida qisqa muddat ichida 670 nafar bola sportdan chetlashgan. Xovos va Bayot tumanlarida ham shu kabi salbiy ko'rsatkichlar qayd etilgan. Viloyat hokimi bu holatni sportga emas, hujjatbozlikka ishlash oqibati deb baholadi. Murabbiyning eng katta hisoboti qog'ozdagi jadval emas, balki musobaqadagi natijadir. Yig'ilishda ayrim murabbiylar tomonidan mashg'ulotlarni formal o'tkazish, bolalarning qatnashmasligiga beparvorlik bilan qarash holatlari ochiq tanqid qilindi. Kickboksing bo'yicha 12 nafardan 6 nafar bola qatnashadi. Futbol bo'yicha 20 nafardan 10 nafar bola qatnashyapti. Boks bo'yicha 13 nafardan 5 nafar bola umuman yo'q. Eng achinarlisi, Xovos tuman 1-sonli voleybol murabbiysi Mamatqulov belgilangan rejaga muvofiq mashg'ulotlarni umuman o'tkazmagan. 12 yildan beri rahbar almashadi, bu almashmaydi. Nima uchun bunaqa ahvol? Nimaga mashg'ulotlar umuman o'tkazilmaydi? Viloyat rahbari alohida to'xtalib o'tgan masalalardan biri soxta hisobotlar. Xovos tumani 2-insoniy sport maktabida mashg'ulotlarga kelmagan o'nlab bolalar qatnashgan deb rasmiy hujjatlarga kiritilgan yig'ilishda keskin tanqid ostiga olindi. Viloyat rahbari Erkinjon Turdimov bunday holatlarga sport sohasiga xiyonat sifatida baho berib, mas'ul rahbarlarning shaxsiy javobgarligi masalasini ko'rib chiqish zarurligini bildirdi. Shuningdek, ko'plab murabbiylar yillar davomida biror marta ham O'zbekiston chempionati yoki kuboklarda sovrinli o'rinlar qayd etmagani, milliy terma jamoaga sportchi yetkazib bermagani tanqid qilindi. Yig'ilishda olimpiya sport turlarini rivojlantirish masalasi ham tanqidiy ko'rib chiqildi. Sharoit mavjud bo'lishiga qaramasdan, ayrim shahar va tuman sport maktablarida muhim olimpiya sport turlari umuman yo'lga qo'yilmagani, bu esa yosh iqtidorlarni yo'qotishga olib kelayotgani qayd etildi. Murabbiylar malakasini oshirish masalasi ham jiddiy e'tirozlarga sabab bo'ldi. Viloyat bo'yicha 80 nafardan ortiq murabbiy haligacha malaka toifasiga ega emas. Viloyat hokimi bu holatni sport boshqarmasi tomonidan nazoratsizlik va talabchanlik yetishmasligi oqibati deya baholadi. Yakunda viloyat hokimi sport sohasida ish uslubini tubdan o'zgartirish, har bir murabbiy faoliyatini natija asosida baholash, soxta hisobotlarga barham berish va seleksiya ishlarini mahalladan boshlab tizimli yo'lga qo'yish bo'yicha aniq topshiriqlar berdi. Sportga borsin, bolam band bo'lib turishi uchun bermaydi ota-ona bolasini. Balki sportga uni tarbiyalash uchun beradi. Sog'lom tanda sog' aql deydi. U bolasi tarbiyalangandan keyin sportda yuqori marralarga chiqadi. Sportda yuqori marralarga chiqqandan keyin jamiyatga muhim odam hisoblanadi. Har seshanba kuni sport maktablari qatnashadi. Har seshanba kuni muhokama olib kelinadi. 2025-yilning yakuni, 2026-yil yanvar oyida yakuni. Nima xulosa qilganlar? Fevralda nima ish qilamiz? Ana shu masala asosiy kun tartibida bo'lishi.